Akalarim Manhattan do'konlariga Nike Mind 001 modeli yetib keldi. Bu tapchkamizni hozir mana test qilman, yurib ko'ryapman. Akalar, bilasizlar, neyrobiologiya asosida yaratilgan bu tapchka va yaratilishiga 10 yildan ortiq vaqt sarflangan. Akalar, ощущенияsi bor-ku, boshqacha qanaqadir. Datchiklarni sezyapman, yurganda boshqacha ощущение beryapti. Boshqa oyoq kiyimlardan ancha farqi bor akalar. Bu tapchkamizni ikki xil rangda qabul qilganmiz. Seriya rangini kiyganman. Mana bu datchiklar bor, hammani e'tiborini o'ziga tortadi akalar. Ishoninglar. Seriya rangini qaranglar. Dizayn просто zo'r, futuristik dizayn, boshqacha logolar tushirilgan. 22 ta sensorli datchiklar bor. Yengilgina. Bu seriya rangi akalar. Mana bunisi qora rangda, qaranglar. Juda ham boshqacha dizaynda, просто zo'r. Akalar, bularning narxi 439 ming so'mdan. Menimcha zo'r narx, faqatgina Manhattan do'konlarida bunaqa narx. Akalar, kelaverasizlar, kerak bo'lsa, xudo xolasa chiroyligini beramiz. Просто super.